YouTube'da bizni ko'rib borayotgan akalar, ko'rib turgan nok navlaring Carmen bo'ladi. 2026-yil 28-iyun sanasida olinayotgan bu video. Nokimiz uzilishiga 7 kun yoki 8 kuni bor. Xudo xolasa qip-qizil tilorang svetga kirib keladi. Ko'rib turgan bog' yoshlaring 5 yoshli bo'ladi. Bo'yini qaranglar, pastak bo'lib, payvand tagligi behiga payvand qilingan. Endi bu tomondan ham bitta ko'rsatib, kalibrlari o'ta yuqori nok. Buni ko'rsatishimizdan maqsad doimgidek ko'chatlarni kuz oyiga ko'paytirganmiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan bo'lib, bu tomonga bitta olib keling-da aka. Nok chiqadi. 5 dona nok 1 kilodan ziyod chiqadi. Nomerlarimiz profilda yozilgan. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Ko'chatlarga shoshilib qolamiz, sabab soni cheklangan miqdorda bor. Sort Carmen O'zbekiston iqlimiga eng mos kelgan navlardan biri. Birinchidan kasallikka juda ham kam chalinadigan nok shu nok bo'ladi. Bog' qilishlarini tavsiya qilib qolamiz. Ichki bozorda mevasining narxi taxminan 30 ming so'mdan 40 ming so'm o'rtasida bo'lyapti. Bu videoni Carmendan bog' qilaman degan tanishlarga tezda ulashib qo'yinglar. Xudo xolasa ko'chatiga shoshilib qolinglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Nomerlarimiz 90 778 98 58.